164 bobi ijdolil kabiri, katta yoshdagi kishilarni ulug'lash to'g'risidagi bob. 357 hadis Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan ekan. U kishi aytdilarki, inna min ijdalillahi ikromu zis-shaybatil muslimi va hamilil qur'ani g'ayril ghali fihi va lal jafi anhu va ikromu zis-sultonil muqsit. Ash'ari radhiyallohu anhu aytayaptilarki, Allohni ulug'lashdan bir ko'rinishi soch soqoli oqargan musulmon insonni ikrom qilish. Soch soqoli oqargan mo'min musulmon insonni hurmat qilish, ehtirom qilish Allohni ulug'lashni bir demak turi, bir navi, bir ko'rinishi hisoblanadi. Ikkinchi, hamilul qur'ani, qori odamni, hofiz odamni, Qur'onni hamil qilib, yodlab o'qib yurgan odamni hurmat qilish. Lekin sharti shu ekanki, u Qur'onni qorisi bo'lgan odam g'uluvga ketmagan, mutakabbir bo'lib o'zini yuqori tutmaydigan odam bo'lsin. Valal jafi anhu, Qur'ondan jafo qilib, Qur'onni tashlab qo'ygan ham bo'lmasligi kerak ekan. Qur'onni yodlagan, Qur'onni mahkam tutgan, Qur'onni ehtirom qilgan, Qur'onga amal qilib, o'zini o'sha qorilik martabasiga munosib bo'lib yurgan odam bo'lishi kerak ekan. Ana endi uchinchisi, ikromu zis-sultonil muqsit, adolatlik sulton egasini ikrom qilish, ya'ni hukmdorni. Ana bu ham o'sha yuqoridagi ma'noda bir ko'rinishi hisoblanar ekan. Demak, mana shu yerda qariyalarni hurmat qilish, soch soqoli oqargan musulmon erkak ayollarni, boshqalarni ikromini joyiga qo'yish, hamil Qur'onlarni va mana bu rahbar bo'lgan toifalardan adolatli bo'lsa, iymon e'tiqodi joyida bo'lsa, ularni hurmat qilish zarurati chiqadi. 358 hadis Abdulloh ibn Amr ibn Osdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, laysa minna man lam yarham saghirana va yuwaqqir kabirana. Kichkinalarimizga rahim qilmagan va kattalarimizni ulug'lamagan, tavqir qilmagan kishi bizdan emas degan ekanlar. Bu ma'noda bir oz o'zgarish bor, lekin oldinda o'tgan.